Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Kechliginglar xayrli bo'lsin. Bizning Yevropada kechqurun bo'lib qoldi, shunga kechliginglar xayrli bo'lsin dedim. Boshqa yerdagi qarindoshlarimizga kunduz degan bugungi kuninglar xayrli bo'lsin. Bugun yana bir ehtiyoj bilan ekranni ochdik. Bugun ekranimizda bir qimmatlik mehmonimiz bor. Bu qarindoshimiz bilan uzun zamanlar olib qoldi, suhbat qilolmadik chunki u bak aldirash. Bugun bir fursat bo'ldi, biza vaqti borki, shunga bugun bu qarindoshimiz bilan navbatdagi hammamiz ko'ngil bo'layotgan qisman masalalar ustida bir suhbat yaparmiz. O bo'lsa-mu, hurmatli qarindoshimiz Salih Xudoyor apandi. Assalomu alaykum Salih apandi, ekranimizga xush keldingiz. Va alaykum assalom, Umid qadarosh, to'g'rizmi? Bugun bir necha temada siz bilan bir ko'ngilli suhbat bo'lsa inshaalloh. Oldi bilan mening deydiganim, siz shu o'tgan yillardan boshlab kuchli bir shaklda faoliyat olib berayotganning yog'i mustaqillik shuari ostida, ya'ni shu navbatdagi bizniki da'vo ishlarimizda cho'ng bir o'zgarish bo'ldi. Masalan, deylik, ilgari mayli ba'zilarniki degani o'sha 70 yillik da'vo bo'lsin va yoki ba'zilarining degandek 30 yillik da'vo bo'lsin, bu da'vo izchil bir xil temada mengib unumini ko'ramag'achqa xalqimizning jini siqilgan. Shunlashqa bir xalqimizning ko'nglidan urg'ib chiqqan bir shuar bilan, bir umid bilan, bir nishon bilan ma'sa bu da'vo qanday bo'lar? Ya'ni bu Xitoy bilan yashash imkoni faqat yo'qki, mumkin emaski, bizga bu shu mustaqillikdan boshqa yo'l haromki degan bir ko'z qarash tadrijiy xalqimizning engida shakllangandan keyin siz va sizning sabdoshlaringiz mushu shuar bilan Sharq Turkistonning mustaqilligini taltikus asliga keltirish shuari ostida da'vo olib yog'i ko'rib turibdimizki, da'vorimizda cho'ng o'zgarish bo'ldi. Ya'ni ideologiya jihatda cho'ng o'zgarish bo'ldi. Burun inson haqlari, avtonomiya deganlar umumyuzlik xalqimizdan ichiga singib ketgan bo'lsa, mana hozirgi holatda Uyg'urlarimizniki, Sharq Turkistonliklarning umumiy haqqi hamma millatlarniki degidek yashaydigan turkiy millatlarniki idisida zodi bu Xitoy bilan yashash mumkin emasga, bizga mustaqillikdan boshqasi haromki deydigan ko'z qarash umumyuzlik shakllandi. Kesib aytalaymanki 90% dan ortiq shunday ideyada. Tunugun bir ekranga qarasam, Xitoyni va bizning vatanimizni demokratiyalashtirish orqali erkinlikka erishimiz deguchilarniki bir daptisi ekranga chiqib, mustaqillikka erishish yo'llaridagi da'vo yo'lidagi to'salg'ular degandek tema so'zlab turibdi. Buni ko'rib, ya'ni mening his qilganim hech bo'lmasa shu burun inson haqlari, avtonomiyadan boshqa demaydiganlarmi hozir mustaqillikni tilga oladigan, hech bo'lmasa Uyg'urlarimiz, Sharq Turkistonliklarimizning oldida tilga oladigan holat shakllanibdi. Bu shaxsan meniki o'z ko'zim bilan ko'rgan bir o'zgarish, bir natija deb aytsam, undan boshqa bugun sizning o'z og'zingizdan bir anglaylik, siz hali bir yildan ortiq vaqt bo'ldi, butun ishlaringizni tashlab da'vo ishlariga hamma narsangizni atagan bir shaklda kirdingiz. Buning natijalarini ko'ryapmiz. Mening his qilganim bilan sizning his qilganlaringiz balkim o'xshamasligi mumkin. Sizning og'zingizdan bir anglasak, siz mushu shuar bilan da'vo sepiga kirganning yoki sizcha qanday natijalarga erishdik, yana qanday kamchiliklarimiz bor? Oldi bilan o'tgan yili biz bu harakatni boshlagan vaqtda bütün xalq chaqiriq qildik. Aniq aytgandik, bu yerda bizniki Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q.
Bizniki birlam düşmanımız Xitoy. Bizning maqsadimiz Sharq Turkistonniki mustaqillikni nasl keltirib, millatimizniki mavjudligini saqlab qolish deb. Bizlar hammanglar bilasizlarki, ba'zi tashkilotlar va yoki shaxslar bunga qattiq qarshi turganlar bor va xalqmi nurg'un qo'llaganlar bor. Va hozirgacha davomlashtiryapti xalqni qaymoqtirish uchun. Ammo bizniki natijaga erishgan natijamiz shu xalqning harakatini, bu davoni bir tashkilotniki va yoki bir shaxsniki qildigan emas, umumiy xalqniki birlikda qiladigan xalq harakatiga aylantirdik. Va nishonimizni mustaqillikka aylantirdik. Chunki 70 yilning yozi, mayli 30 yil bo'lsin, mayli 70 yilning yozi bo'lsin, avtonomiya va yoki kishilik huquq davosining aqmaydiganligini o'rgandik. Chunki amaliyotda bizniki siyosiy haqlarimiz bo'lmay turib, ya'ni bizniki mustaqil davlatimiz bo'lmay turib, bizniki kishilik huquqimiz va yoki diniy erkinligimiz va yoki demokratiyasimizni saqlab qo'g'dab turadigan bir narsa bo'lmaydi. Buni mayli Uyg'urlardan so'rasangiz bo'ldi, mayli boshqalardan so'rasangiz bo'ldi, hammasi buni qo'shilaman deydi. Mayli amerikalik bo'lsin, mayli boshqasi bo'lsin. Bir natija bu. Biz davoni monopol qilishdan, monopol qilib olganlardan xalq o'ziga chiqadigan qildik. Ikkinchisi, o'tgan yilmi dedik, bizniki 1 yillik va'damiz sizlar, ya'ni xalq Sharq Turkiston deyish boshlagandan keyin matbuotlimi Sharq Turkiston deyish boshlaydi. Masalan, televizorda jurnalistlar Sharq Turkistonga deyish boshlaydi. Aldı bilan biz o'zimizniki davlatimizni to'g'ri atagandan keyin boshqalarmi "Maniki davlat mandaki" deb to'g'ri atashga boshlaydi. Ko'ryapsizlarki, har qanday matbuotlarda, jurnalda yoki gazetda va yoki maqolada kim deganda Xitoyning rezil nimasini qo'shsimi, yana qistirayotdi-ki, qistirib qo'yapti. Bu ya'ni bu xalqning zimini Sharq Turkiston deydi. Bu ya'ni bular Xitoyniki rezil yangi zamin deb atamaydi. Hatto bularniki shu 20 asrda, shu 100 yilning ichida 2 qatim mustaqil davlat qurgan bir xalq bular deb ashunda bildiryapti. Uchinchi eng cho'ng natija nima desak, Xitoy o'zi bizniki bu aqtashlik kitibida, ya'ni davlat mudofaa aqtashlik kitibida asos 4 nishonniki 7 nishon bor, ammo 4-inchisiga Sharq Turkistonninki qurilib qilishini va Tibetning mustaqilligini to'xtatish deb ochiq nishon qildi. Ya'ni buni 70 yil burun qilmagan, 70 yil ichida Xitoy bizni Sharq Turkiston o'ziga ne qadar tehdit ekanligini dunyoga bildirib qo'ydi. Va bizniki qilayotgan harakatimizniki to'g'ri ekanligini hem bizni kuzatayotganlarga, hem xalqqa va hem butun dunyoga o'zi jakarladi. Bu hakikaten şunda hamda bu bizde bir gap bor, bola jig'limizsa onam cheksanmaydi deydigan, o'zimizning vatanning ismini o'zimiz g'aribliklarga aynan anglatmasak, ular qandaqdir bizning istigimizni bilmay turib, o'zligidan ya'ni Sharq Turkiston deb atamaydi va Sharq Turkistonning bir ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilishi ham mumkin emas. Siz ve sizin sərdaşlarınız oturğa çıxıb bu fəaliyyətlərin əpağına ayağı köydükki, siz bu Amerikanın və Qərbnin medialarına çıxıb sözlədiniz, xalqımızdaki, köngüldekilərini dediniz, anlattınız olağı aynen. Bəzi bir qatam intervyuda köydükki, şu muxbirinin və sizin ağ görünüşünüz bizden dövlətin kök bayrağı qılınğan. Bu mu şu sizning ağzınızdan anlamasa, sizning təşəbbüsünüzdən anlamasa, ular özlüğüdən qılmaydı o işini. Qo'rqatdi balkim, chunki Xitoy bilan bo'lgan munosabatimiz jiriklashib qolarmi deganni o'ylaydi. Ammo biz anlatdik, anlatishga boshladik, ularning ideyasimi o'zgarishga boshladi. Endi hozir shu Xitoyga masalan shu Amerika endi kuchli taqobil tura oladigan ham o'shuni jiq deya oladigan bir Amerika qolib qoldi.
Ko'rib turibdimizki, Amerika bilan shu Xitoy orasidagi munosabatlarda cho'ng o'zgarish bo'lyapti. Bu dastlab savdo urushidan boshlangan, hozir tadrijiy dushmanlashish darajasiga beryapti. Masalan, aytaylik, Donald Trump og'zini assilab Shini mening yaqin do'stim, u kuchli bir lider, u xalqini so'ydi, davlatini so'ydi, men bu davlatini so'yganga o'xshash, men uni cheksiz hurmatlayman. Biz shaxsiy munosabatimiz bak yaxshi deganni og'zidan tushamaydi. Mana Tulugunki gapida enemy, ya'ni dushman deb tunji qatim atadi uni. O degan Xitoy animemi yoki bu Treasure'niki boshqa Amerika nimeniki animemi deb, ya'ni tunji qatim degan Xitoyni enemy degan til bilan atadi. Undan boshqa bizning ayt xo'shal qilgani bizning rahmatlik Abdukim Boqi ustozniki qizi Elnigar uni Oqsaroyda nihoyatda muhim bir ishga vazifaga tayinladi. Ya'ni Davlat xavfsizligi komiteti, shu davlat xavfsizligi munosabatlik shu organniki boshlig'i, Osiyoga munosabatlik boshlig'i qilib tayinladi. Bu hamda tariximizda tunji qatim. Biz shu nimalarni ko'rganimizda nihoyatda ta'sirlanyapmiz, xush bo'lyapmiz. Chunki Amerika bayman degandek Xitoyga birdan-bir ushuni jig' deya oladigan super power bo'lish kuchi bilan bu Xitoyga bo'lgan siyosatdagi o'zgarishlar bizning mustaqillik da'voyimizga nihoyatda foydali bir yo'nalishga ketayotganligidan darak berdi mencha. Siz buni qanday qaraysiz shu o'zgarishlarga? Bu nihoyat yaxshi o'zgarish. Asosan bular meningki o'ylig'ini men bu bexatarlik, davlat bexatarlik o'qiyotgan bo'lgandan keyin meningki o'tgan yilimi deb o'tgandim men. Amerika bilan Xitoyniki munosabati bular yomonlashidi. Bizda bu oldimizda bir fursat bor. Biz bu fursatga tayyorlik bo'lishimiz kerak deb shu mustaqillik shuarini o'tirib qo'ygandim men. Chunki bu yerda ikki super power kuch mumkin emas bir-birisi bilan ziddiyatlashmay turolmaydi. Bir chiqib ketish kerak. Yani bu yerda Amerika mumkin emas Xitoyni o'stirib o'zini tushishga xohlamaydi. Xitoymi Amerikani biz nima qilaman, men birinchi kuch bo'laman deb tirishyapti. Ammo buni mavjudlikka oshirolmaydi. Undan sirt Amerika tunigan prezident Trump Xitoyniki yana 550 milliardlik melga 5% baj o'stadi. Jazodan va yana Amerikaning shirkatlariga hüküm qildi. Hüküm qilgandek qildi, ammo signal beryapti. Sen tezroq chiqit. Tezroq chiqit. Amerikaning shirkatlariga chiq dedi. Chiqit sen Xitoydan. Boshqa mollaringni ya nima shirkatlaringni ya Amerikaga ya boshqa yerga yo'tkib et. O degini yaqinda balkim ishqiroq jazo bo'lishi mumkin Xitoyga. Masalan, mayli bu nima 5%dan 30% ga chiqarib etishi mumkin va yoki boshqa to'qinishlar bo'lishi mumkin. Masalan, Tayvanga qurol sotmay hamda qarsa bo'lmay necha milliard dollarlik ayleplan sotdi, kurash ayleplanini. Hong Kongdagi nimasiga masalan boshda jim turib olganda prezident Trump keyin uningdagi qo'llaydiganligini jakarladi. Bu hammasi biz uchun foydali ishlar. Biz bu fursatni qo'lga keltirishimiz kerak. Chunki Sharq Turkistonniki mustaqilligi Amerikaniki manfaatiga to'g'ri keladi. Bunimi uni biliglik. Lekin bizniki o'zimizniki xalqimiz bunga tayyorlanib bo'lmadik tehi. Tehi o'yganolmadik. Masalan, necha million kishi Hong Kongda namoyish qilyapti. 3 oy bo'ldi, to'xtamay kunda namoyish qilyapti. Necha million inson. Nima uchun? Bir qonun uchun. Agar sen Hong Kongda jinoyat o'tkazsang, men seni Hong Kongdan Xitoyga olib borib, shu yerda jazolayman deganlik uchun necha million inson ko'chaga chiqdi. Yaqinda boshlagan vaqtlardimi esingizda bo'lsa, ular Hong Kong mustaqillik deb Hong Kongning bayrog'ini, Sharq Turkistonga mustaqillik deb Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'tarib chiqqan. Bu yerda cho'ng o'zgarishlar bor oldimizda. Biz
cho'qim mustaqil bo'lganligimizga men o'tgan yili degandim boshlagan vaqtda biz cho'qim yaqin kelgusida mustaqil bo'lamiz. Ammo biz harakat qilishimiz kerak. Biz o'zimizniki vazifamizni qilishimiz kerak. Xalqaroga biz o'lmaganligimiz ekanligini isbotlashimiz kerak. Ish qila oladiganligimizni isbotlashimiz kerak. Undan keyin rasmiy qo'llanishga boshlaydi. Shundoq. Ammo o Hong Kongning ishini tilga oldingiz. Haqiqatan Hong Kong masalasi asli bir qonun moddasini tasdiqlatish ishida qo'zg'alib ketgan bo'lar. Ya'ni Hong Kongda jinoyat o'tkazgan odamlarni Xitoyga olib borib cho'nquruqlikda jazolaydigan, ya'ni ashada xohlagan odamlarni tutib ekita oladigan bir qonun moddasini tasdiqlatamiz deb bu qo'zg'olonlarga, bu namoyishlarga sabab bo'ldi. Ammo hozir diqqat qilib turamizki, bu namoyishniki xarakteri o'zgarib ketyapti. Ya'ni Hong Kongliklarning az bo'lmaganlari mustaqillik shuarini ko'tarib chiqdi. Amerikaning bayroqlarini ko'tarib chiqyapti. Chunki ular ko'z yetdiki, ayni vaqtda Hong Kong bilan Angliya hukumati bir imzo atgan, bir nizomnoma imzo atganda kelishimda 50 yilgacha Hong Kongdagi bu demokratik tuzum o'zgarmaydi. Erkinlik to'liq beriladi Hong Kongliklarga. Ya'ni bu cho'nquruqdagi Xitoy fashistlari aralashmaydi degandek to'xtamlashganda hozir Xitoy hukumati nomus qilmay kendini yüzünü çaplapla bu tarihi kelişim bu inovatsiz degan otur koyuplar. Yani Hong Kong miniki hazır Angliyaning ve başka devletlerinin tushib qatmaydi. Sen ishingni qil deganda Hong Kongliklar bundan ko'rib oldiki, ya'ni bizmi Xitoyniki odatdagi bir shahardagi fuqarolarga o'xshab qolgandekmiz, bizning hozirgi erkinliklarimizdan biroqla ayrilib qoldik ekanmiz degan ko'z yetgandan keyin biz mustaqil bo'lmasak bu kommunist Xitoydan qutulamaydi ekanmiz degan yerga kelib mustaqillik shuari bilan chiqyapti ko'pinchisi. Hamda bularniki bu jihatdagi aktivligi ham jangovarligi haqiqatan bizni ta'sirlantirdi. Donald Trump janida dedi, 2 milyon adam namoyishga chiqqanda men bundajik odamning namoyishga chiqqanligini ko'rmagan dedi. Ya'ni mustaqillik erishish oson bir ish emas. Ya'ni mushunchalar ko'p odam bütün şu maydonlarni to'shqizib ovozini dunyoga yetkazsa, andan keyin dunyoning diqqatini qo'zg'ay oladi. Andan keyin chatning sirtning yordamiga erishib, andan keyin mustaqillik nishoniga yetish mumkin. Ham bu jihatdan shu Hong Kongliklarning aktivligi, qizg'inligi bilan bizning Uyg'urlarnikini selishtirsak, ro'shan bir yetersizlik bor. Sizcha buningdagi asosiy sabab nimadir? Birinchisi bizniki xalqniki ruhi tushkunlashib ketgan. Biz ishg'oli 70 yilning yozi ishg'oli ostida bo'lgandan keyin bizniki Xitoylar bizni qo'rqitib qo'yib, umumiy millatni chekini namoyish qilishdan qo'rqaydi. Hatto o'tganda Turkiyada qarindoshlarimizni tutib Xitoyga yo'llab o'tayotgan vaqtda namoyish qilay desa bir turkum qarindoshlar ba'zi ma'lum shaxslar va yoki tashkilotlar qo'pab, "O yoq, namoyish qilmanglar, sizni tutib oladi, biz sizga pul berib turamiz, nimaga? Qurbon bayramiga sizlar namoyish qilmanglar" deb umma bor, tusayotganlar bor desak bo'ladi. Uni bizlarning ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Ikkinchi masala bizniki endi shu ilqi nishonimiz texi aniqlashib bo'lmadi. Xalq yani kimga ishonishni, kimga nima qilishni, ergishishni bilmayotdi. Shuning bilan qo'rqib, men aniga ergishib qolsam, ayam bir simon ziyonli qilarmikin deb jim turib bordi. Uchinchisi shu qo'rqini, ya'ni shu qo'rq, asosiysi shu qo'rqdan sababidan chiqolmaydi. Agar men chiqib qolsam, mening kamtik tuqqanlarimni ya o'tirib yetadi, ya kamtik sirtkilarni kamqulab qo'ydi deb. Aziz qarindoshlar, Xitoyniki nishoni bizni tamoman tubdan yo'qotish. Mayli jim o'tirayli, mayli harakat qilayli, Xitoy nishonidan o'zgarmaydi. Masalan, mushu o'tgan hafta ichida Amerikaniki istixborot bo'limining birisi Xitoyniki
Xitoy Xalq Ozodlik armiyasininki genetik urush qilishini va genetik qurollar yasab urush qilishini nim qildi, jakarladi. Shunda endish bor deb. Buni 2017-yili Xitoyninki Xalq Ozodlik armiyasi genetik qurol yasab buni dushmanlarimiz qarshi urush qilmasak bo'lmaydi deb jakarlabdi. Ammo yana shu Xinhua degan 2017-da 11-2017-da Xinhua 2018'de 2016 bilan 2017'nin arasında 36 milyon insonniki DNA'sini, avazini ve közünki retina scan dedi, közünki nimisini resmini toplaptı ki. Şarkı Türkistan'dan lan. Yani bundan mı qarab bizniki umumiy nüfusimizniki qancha ekanligini bilalaymiz. Bizniki nüfusimiz 10 milyon yoki 13 milyon emas, siz qarindoshlar. Ammo Xitoy nishonini o'tirib qo'yib bo'ldi. Qirib tugutish nishoni. Kamplarni bir yillik deb qo'ymadi. Davomliq bor. Hozir hech kim kampdan tuzuk chiqqan odam yo'q. Chiqayotganlar shu ato'gini bir shikapti qolmay ulayotdi. Buningga biz qarab yana qilib o'tsasak biz sukut bilan ulab ketamiz qarindoshlar. Butun millat yo'qolib ketdi. Uyadagi qarindoshlarimiz yo'qoladi, biz sirtdagilarmi erib yo'qolib ketamiz. Shuning uchun bizningki Hongkongdan ta'lim elib biz o'zimizningki turishliq davlatlarning parlament oldida bo'lsin, mayli tashqi ishlar ministrligida oldida bo'lsin, mayli Aqsaroyning oldida bo'lsin. Biz namoyish qilishimiz kerak. Kam deganda bir shanba yakshanbaga, har haftada bir shanba yakshanba kuni ko'chaga chiqib birlikda namoyish qilishimiz kerak. Bu dunyoga bizningki bu masalani hal qilishiga chaqiriq qilishimiz kerak. Bu irqiy qirg'inchilikka ko'z yummaslikka chaqiriq qilishimiz kerak va xalqimizningki birlam qutulish yo'li mustaqillik ekanligini dunyoga bildirishimiz kerak. Bizni tutib achirib ketmaydi u. Masalan, Turkiyadagi o'g'ilni tutib akitdi, unda qildi, turmush qildi deb nima qildi? Hech birisiga aytishmagani yo'q. Biz tinchlik holatda namoyish qilsak, bizni hech narsa qilolmaydi hech bir davlat. Xitoydan boshqa hech bir davlat bizni turmushlab qo'ydi yoki nima qilib qo'ydigan ish yo'q. Hozir uningdan nima qilmaydi? Agar bir insonni tinchlik namoyish qilayotgan bir odamni turmushlab qo'ysam, men kafolat qilamanki, men uni achqiman inshaalloh. Unda biz besim silib, o'zimizning kelgusi bu insonni achqirishimiz. Hozir unda sulab qo'ymaydi hech kimni. Uningdan qo'rqmanglar. Xitoyninki soyasidan qo'rqmanglar. Atrofimizni cho'rilib yurayotgan, so'rilib yurayotgan, pis qilayotgan Xitoyninki josuslardan qo'rqmanglar aziz qarindoshlar. Xitoy yaqin kelgusida oz qoldi yiqiladi. Va biz bu fursatdan foydalanib davlatimizni tiklab olmasak aziz qarindoshlar, biz tamoman yo'qolib ketamiz. Hakikaten şunda çünkü hazır vatandan kelayotgan uçurlardan qaraganda hazır Xitoylar birinchidan boya siz degandek shu lagerdan qo'yib berdi deganlarniki masalan qaysi kuni bir parcha rasmni ko'rib qattiq yig'lig'im keldi. Nazi Germany mezgilida Yahudilarning iskeletga o'xshab qolgan bir odamlarning suratlari bo'lgan. Bizning Uyg'urdinmi ana ashunda qolib qolgan bir ayolniki, bir qizniki surati shu vatandikilar. Shu mustabid vatanda yashayotgan Uyg'urlarimiz sirtqi dunyoga chiqadi bu suratni. Uni ko'rsa har qanday odam cho'chiydi. Ya'ni bu Xitoydagi bu lagerlarniki ayni vaqtdagi nemislarning ochgan lagerlar bilan aynan o'xshash bir xarakterdagi lager ekanligini ash bir pas suratida tunib yetalaydi. Ya'ni masalan ash qarindishimiz shaxsan unda desam xato bo'lishi mumkin. Salomatlik asliga kelib uzun yashayolishi natayin. Ya'ni u yerdan chiqib lagerdan chiqib uzun bo'lmay o'lib ketganlarning xabarini aytib ko'p. Saq holatda chiqqanlarning holati ana ko'ryapmiz qarindoshlarim. Ular bizning qarindoshlarimiz aşağıda kunda shu lagerda ishlashakni kunni ko'ryapti. Biz bo'lsak sirtda bir namoyishga chiqishdan qo'rqyapmiz. Masalan, deylikmish Hongkongliklarning ishiga kelsak,
Hong Kongliklar Xitoy bo'lsinmi gerçi bizning shu lagerning ishlari butun dunyoga anlatılgandan keyin bizning nomimizni deb turib namoyishga chiqqan. Gerçi XG bilan atsimi oshadiki ash lagerlarning taqilishini umid qilamiz. Ularga qarshi biz deb namoyishga chiqqan Hong Kongliklar. Ama Hong Kongliklar hayat mamat urush qilyotdi hozir bir hisobda. Ama bizning Uyg'urlar asli qoida bo'yicha bizmi keng ko'lamli namoyishlarni qilib Hong Kongliklarni jon jaklimiz bilan qo'llaydiganligimiz, ular bilan bir safda ishganligimizni bildirishimiz kerakdi. Afsuski Uyg'urlar orasida bunday keng ko'lamli namoyishlarni shaxsan men ko'rmadim. Bu masalan birer işler olsa, bir fursatlar olsa, o 5 bin kişilik, 10 bin kişilik, yani 1 bin kişilik deb namoyishlarni izchil tashkillab qilayotganlar, ya xiyoliga kelmadimi, ya ularning programmasi yo'qmi bunda ishlar masalan. Hozir Hong Kongning masalan butun dunyo ko'ngil bilayotgan bir vaziyatda, masalan Hong Kongga Xitoy askar chiqarib, Tiananmenda Xitoy askarlari o'quvchilarni bostirgandek bastırış qilib qolsa, Xitoy hukumati ag'dirildi degan hozir umumyuzlik bir ko'z qarash bo'lib qoldi. Dunyo aralashadi bu ishga deb. Demak, butun dunyoning diqqati Hong Kongga markazlashgan bir holatda biz Uyg'urlarni moslashib buningga. Hech bo'lmasa Hong Kongliklar bilan bir maydonda ishganligimiz, ularni qo'llaydiganligimizni bildirishimiz kerakdi. Ammo afsus, nihoyatda tor ko'lamda bir namoyishlarni ko'rdik, ovoz nihoyatda tuban. Bunday keng ko'lamli namoyishlar bo'lmadi. Buningda sizcha shu tashkilotlarning ko'ngil bo'lmasligi bo'ldimi yoki xalqimizning beparvoligimi yoki buni tunib yetolmaganligimizdan bo'ldimi? Kuchlisini desak bo'ladi. O'tganda masalan Turkiyaniki misolini berdim, Atamayadagi misolini bersam, ba'zilar biz namoyish qilayotgan chog'da chiqmanglar, chiqsang bo'lini qo'lsanglar bo'lmaydi, u yoqqa chiqsanglar bo'lmaydi, oqchi ko'kchi deb nima qilganlar bor. Buni so'rab cho'misak bilasiz. Eng yaqinlikini shu Qurbon hayitdan bir necha kun burun Turkiyaniki ko'chmanlar idorasining oldida namoyish qilish chaqiriq qilgan qarindoshlarimizni tusash uchun ba'zilari chiqib video qilib biz pul beramiz, sizni tutib oladi, chiqmanglar namoyishga, oqchi ko'kchi deb jo'yganlar bor. Uni hammamiz bilamiz. O biri, ikkinchisi şu xalqimiz asosi shu xalqning nimasi. Tashkilotlarga bekmo döngap ketsakmo bo'lmaydi. Xalqning o'ziniki tanlashi desam bo'ladi. O'zi xalq texi biz uyg'onyapti deymiz, ammo tex xalqimiz uyg'onmadi. Tex ham nukizini eshishga boshlayapti, ammo bilinmayapti nima qilishni. Qaymoqib ketib boradi. Bu xalq haqiqatan hamda ansaviya jihatda, sezgirlik jihatda e'tirof qilishimiz kerak, yetarli emas, ammo hozirgacha hamda shu siyosiy faoliyatlar, da'vo ishlarida asosan tashkilotlarniki o'rinlashtiruvchi, uyushtiruvchi muhim rol o'ynayotdi. Chunki bizda yetaklovchi oz, agash kuchi ko'p. Shunday holatda masalan bir burundan faoliyat qilayotgan tashkilotlar bir ishlarni o'rinlashtirsa, har holda ozdir ko'pdir odam chiqadi. Ammo tashkillamasa xalqning o'zligidan tashkillanib bir ish qiladigan ahvollar nihoyat oz. Ammo shu tashkilotlarning ishiga kelsak, siz va sabdoshlaringiz chiqib da'voda bir yangilik yaratib, bir jonlantirishni maydonga keltirgandan keyin shu burunqi holatimiz, da'vo sepimizdagi burunqi holatlarda cho'ng o'zgarish bo'ldi dedik. Masalan, eng oddiysi boyaman degandek, mustaqillikni tilga olmaydiganlarmi hech bo'lmasa xalqimizning oldida mustaqillikni tilga oldigan mushta holatlar shakllandi. Majburiy bo'lmasa ular xalqning oldida yuz qolmaydi. Ular ko'nglida haqiqatan mustaqillikni qo'llab ketadiganlar emas. Chunki o'z vaqtida o'zimiz dedik-ku. Biz mustaqillikni qo'llamaymiz, bayroq ko'tarmaymiz, shior to'lamaymiz, Sharq Turkiston demaymiz deganlar bor. Shapillam Amerikaliklar. Chunki men desam ishonmay xalqning, lekin men shu bizga maslahat berib olgan Amerikalikni sizlarmi deb qo'yanglar. Meniki xalqimni uyg'otishda ta'sir qiladi. Sizlarning og'zingizdan chiqsa bular ko'proq anglaydi desam ma'qul deb, masalan doktor Anders Kurt nurg'un maqola yozdi. Mustaqillikni
qo'llash kerak Sharq Turkistonning mustaqilligini deb. Ondan keyin televizorda Sharq Turkistonning mustaqillik to'g'riliq bir necha yil so'zladim. Ondan keyin shapullar hammasi o'zgarish boshladi. Bunga ehtiyot qilishimiz kerak, chunki hammasiga ishongili bo'lmaydi. Men shaxsan ishonmayman. Xalqning o'zining ko'z qarashi ba'zi odamlarga men ishonmayman, chunki ular o'zining qandoqligini ko'rsatib bo'ldi burunlar. Shapullam shamol ma taraflansa, mustaqilchi bo'lib, shamol a tarafdan qilsa, yana avtonomiyachi bo'lib ketadigan odamlar bilan bizningki ishinib ish qilishimiz notayin. Hatto bu xatarlik desakmi bo'ladi. Bexatarlik masalasidan qarasak, masalan, davlat bexatarlik masalasidan qarasak, bunda ishlar nihoyat xatarlik. Chunki o'z vaqtida bizningki davlatiga xiyonat qilgan odamlar bor. Masalan, Amerikaniki davlatiga yuqori amaldor generallar xiyonat qilganlar bor tarixdan. Shundoq ba'zilarning maydoni nihoyat ro'shan aniq bo'lgandan keyin menimcha ular bilan hamkorlashgan taqdirdami, ya'ni bir ishlagan odamning ishidan urg'ib chiqmasa, ya'ni shaklda qilayotganda ko'ringani bilan uning unumi bo'lmaydi, natijasi bo'lmaydi. Ham shunga hozir endi xalqimiz orasida bir umid bor. Bu vaqtda o'tgandami Abdulahab Nur Qarajim bilan so'zlashganda deyishdik. Xalqimizniki uzundan shu bo'lib 1-2 yildan yog'i xalq orasida shakllangan bir orzu nima deganda hozirgacha shu qurultoy degan narsa bo'linib, nurg'un tashkilotlar borliq kelib, Uyg'urlar parchalanib ketgandan yog'i bir markazga ehtiyojimiz bo'lyotdi. Bir kuchli bir markazga. Ya'ni bir buyruq bilan hech bo'lmasa, hammani mumkin emas 80-90% Uyg'urni qo'zg'ay oladigan, ham xalqning ishonchiga erisha oladigan bir markazga ehtiyojimiz bo'lyotdi. Ham bu vaqtda bu shu 11-oyda Amerikada xalqqa ishni ichayotgandan keyin qurilmoqchi bo'lgan surgundagi hukumat az bo'lmagan odamlarni umidlantiryapti. Shaxsan ben shularning ichida bir xil zo'r umid bilan o'tirmiz. Chunki bu surgundagi hukumat bu cho'ng nom ham bu nomni nom sharifiga loyiq haqiqiy turdagi Sharq Turkistonliklarning surgundagi hukumatiga aylantira olsak, uning bir boya degandek bir markazga aylanish ehtimoli nihoyat cho'ng. Ham biz ko'rib turibdikki, sizmi hukumatda aktiv rol o'ynayapsiz. Hamda mushu jihatda surgundagi hukumatni kuchlantirish va uni boyaqada men degandek bir markazga aylantirish jihatda sizmi balkim nurg'un orzu umidlaringiz bo'lishi kerak. Mushu haqdagi o'ylaganlaringizni bir anglasak. Albatta, birinchi bo'lib bu surgun hukumat bir tashkilotdek qaranmaydi. Bu surgun hukumatni tashkilot deb qarasak bo'lmaydi. Chunki bu hukumat bütün Sharq Turkiston xalqininki manfaatini diplomatiya sübti bilan xalqaroga tunutudi va Sharq Turkiston manfaatini Sharq Turkiston manfaatini qo'g'dash uchun harakat qiladi. Sharq Turkiston xalqi uchun xizmat qiladi. Xalqdan saylagan, xalq o'zi nima qilgan, mayli bütün Sharq Turkiston xalqidan, mayli Uyg'ur bo'lsin, Qozoq bo'lsin, Qirg'iz bo'lsin, O'zbek bo'lsin, Tatar bo'lsin, hammasi aktif rol oynaydigan bir hukumat. Gerçi hozir kuchlik emas bo'lishi mumkin. Chunki albatta bo'linish bor va albatta Xitoymi buni hukumatninki qurilib qilishidan va yoki hukumatninki rasmiy mavjud bo'lishidan qo'rqaydi. Va shuning uchun buni to'sash uchun har xil o'yinlar o'ynaydi. Hatto aramizga adamlarni selishi mumkin. Buni ko'zdan chiqarib versak bo'lmaydi. Chunki ishni hammadan geçiyotgandiki har xil odamlar chirib oladi. Shuning uchun bu yerda aramizda Xitoy parastlik yo'q desak, o'zimizni oldigan bo'lamiz. Ammo hammadan shunday desakmi, eshib ketgan bo'lamiz. Shuning uchun nihoyat ehtiyot qilishimiz kerak. Ammo xalqaroniki surgun hukumatni qo'llashni qanday keltirmaymiz degan masalada oldi bilan buni Sharq Turkiston xalqi o'zi nima qilish kerak? Sharq Turkiston xalqi umuman Sharq Turkiston xalqi buni e'tirof qilsa, majburiy g'arb hukumatlarimi buni e'tirof qiladi. Bir yo'limi shu.
Sharq Turkiston xalqininki nima ish qila oladi? Hozir bu toplarda mayli surgun hukumatning shaxsiy o'zining toplarida bo'lsin, nurg'un mojarolar bor, talash tortishlar bor. Lekin amaliy xizmat yo'q. Yo'q narsani talash tortishib o'tiramiz. Masalan, partiya qurish, uni qilish, buni qilish. Hozir bizga partiya kerak emas. Hozir bizga birlik kerak. Hozir bizningki maqsadimiz Sharq Turkistonni qanday mustaqil qilamiz? Bu yerda bir-birimiz bilan suqishib, men rais bo'ldim, a rais bo'ldim, mening partiyasi mandati deb o'tirsak, biz xalq uchun xizmat qilmaymiz. O'zimizniki shaxsiy manfaatimizga va partiyalarning shaxsiy manfaatiga xizmat qilgan bo'lamiz. Va davlatlar ashunda vayron bo'ldi. Hatto bunga Amerikaningki birinchi prezidentchi va qurg'uvchisi general George Washington apandim xo'sh xitida eng oxirgi xalqqa nutqida buni ogohlantirish bergan partiyalar to'g'riliq. Partiyalarga agishib ketmanglar, partiyalarga bo'linib ketmanglar. Agar partiyalarga bo'linib ketsanglar, bu hukumat xalq uchun xizmat qilmaydi, bir turkum shaxslarningki shaxsiy manfaatiga va yoki bir turkum guruh va yoki bir partiyaningki manfaatiga xizmat qiladigan bo'lib qoladi deb ogohlantirish bergan. Hatto Mustafa Kemal Atatürk Turkiyaning qurg'uvchisi. Nurg'unlar davlat qurilishidan burun, mustaqillikni nim qilishdan burun partiya qursak keyin, anda keyin deb guruh nim qilgan. Ammo Mustafa Kemal buni qarshi turgan. Chunki u partiya bo'lib ketgandan keyin u inson bir-birisiga raqobatlashib yurdi. Uningdek bular dushmanga xizmat qilmay, bir-birisiga dushmanga qarshi turmay, xalqqa xizmat qilmay, dushman qarshi turmay, bir-birisiga qarshi turib, o'zininki o'zi bir-birisiga dushmanlik tepidi. Shuning uchun buningga echiq dedim men o'tganda, o partiyaga hozir bizga partiya kerak emas. Hozir bizga birlik kerak. Buni birlikni qanday saqlaymiz? Xalqninki hukumatni e'tirof qilishi bilan va xalqninki nishoni, bizningki nishonimiz birlam nishonimiz, birlam dushmanimiz bor. Dushmanimiz Xitoy, nishonimiz mustaqillik. Boshqa bizningki nimamiz yo'q. Mayli dinchi bo'lib keting, mayli nima aqchi bilan, ko'kchi bilan hozir oq kiyimli, qora kiyimli deb o'yin o'ynayotdi. Mayli oq kiyimli bo'ling, mayli qora kiyimli bo'ling, sizningki birlam majburiyatingiz bor. U bo'lsa Sharq Turkiston birlam nishoningiz bor. U bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligini aslo keltirish. Birlam dushmaningiz bor. U bo'lsa Xitoy. Bir-birimiz bilan dushmanlashgan chaqda Xitoyning o'yini bu deb qarayman. Xitoy kulib o'tirdi va o'ziga sal vaqt suzab o'tirdi. Bizni hayotini, ömrünü uzun tutishun va bizni yo'qotish uchun yana boshqa planlarni qurib o'tirdi. Shuning uchun o'zimiz e'tirof qilishimiz kerak. Boshda o'tgan yili degandek, Sharq Turkistonni biz e'tirof qilsak, biz mening davlatimning ismi desak, matbuotlar e'tirof qilishga boshlaydi, hukumatlar ham asta-asta e'tirof qilishga boshlaydi. Hatto Xitoy ham e'tirof qildi. Mayli biz buni to'saymiz deganimi, u bir e'tirof. Davlat mudofaasininki strategiyasi buni qo'ygani o'zi Sharq Turkistonni e'tirof qilgani deb qarayman. Biz o'zimizni e'tirof qilishimiz kerak, o'zimizdan boshlashimiz kerak. Kim degan qila oladigan xizmatimiz bir-birisi bilan takallashib o'tmay, bir narsani bir oddiy qila oladigan ishimiz share qilish. Mayli bir video bo'lsin, mayli bir jakarnoma bo'lsin, buni share qilish, taqtish, bir-birimizni o'yg'otish, kim deganda bir namoyish qatnashish degandek. Qila oladigan xizmatimiz shu hozircha. Endi boya sizmi qayta ta'kidladingiz, bu birlik kerak bizga deb. Bu birlikni ishga oshirish uchun hozir shu Uyg'ur davosida aktiv faoliyat qilayotgan har turli mayli tashkilot bo'lsin, shaxs bo'lsin, bular bilan ittifoqlashishga to'g'ri keladi. Endi siz shu surgunlik hukumatda muhim rol elib, masalan 11-oyda saylov bo'ldiki, bu surgunlik hukumatda men ishonmanki yana davomli rol o'ynaysiz, muhim rol olasiz. Shu salohiyatingiz bilan bir atrofdagilarga baho berishingiz to'g'ri keldi. Kimlar bilan ittifoqlasha olamiz, kimlar bilan ittifoqlasha olmaymiz degan masala to'g'ri keldi. Savolga javob berish to'g'ri keldi. Sizning hozirgi fikringizda qanday o'ylaysiz? Kimlar bilan ittifoqlashish mumkin, kimlar bilan hargiz ittifoqlasha olmaymiz? Masalan,
kimlar bilan ittifoqlasha olamiz deganimizda Sharq Turkistonninki milliy manfaatini hamma narsadan ustun ko'ra oladigan insonlar bilan Sharq Turkiston xalqiga xiyonat qilmagan, aldamagan, manfaatimizga ziyon yetkazmagan kishilar bilan xizmat qila olamiz. Mayli oddiy bilimi yo'q inson bo'lamdi, mayli bilimi yuqori professor bo'lamdi, uning bilan chatqi yo'q. Hozir bizga davoni mang'izish uchun bizga sap insonlar kerak. Sap inson degan da'voga xiyonat qilmaydigan, xalqning haqqini yemaydigan, xalqni aldamaydigan insonlar kerak. Kim bilan xizmat qilolmaymiz deganda ma'lum ba'zi tashkilotlar bor, necha yilning yozi xalqni aldab, da'voga to'sqinlik qilib, bishkuni birda deb atisi shamol manda yetgan chaqda shapillam almishilib oladigan ximilyondek insonlar bilan ish qilolmaymiz. Chunki bu bexatarlik masalasida, davlat bexatarlik masalasida nayt cho'ng ta'sir beradi. Masalan, kichik mesela nima oddiy hukumatning nimalarga cheysimi, hukumat qishlaydi-simi, bular nayt obdan qaraydi. Chunki bu hukumatning ishida buni axloqi qaraydi, ko'rinishi qaraydi, ishchamdo, chekamdo, bundan naslg'imi qaraydi, iqtisodiy qaraydi, ojizligi bormi yo'qmi uni qaraydi, setilib ketalimdi, ketmamdi uni qaraydi. Shuning uchun biz ashunda bağlab qilishimiz kerak. Har inson xizmat qilaman desimi, qanday odam ekan, qanday tashkilot. Burun bizning manfaatimiz yani yetkizdimi? Masalan, o'zini biz Sharq Turkiston xalqi uchun xizmat qilamiz deb ya televizorda Xitoyniki Yangi Zamin degan rezil atalığını ishlatgan odamlar bilan ish qilolmaymiz. Va yoki biz avtonomiya kerakdi, biz mustaqillik xohlamaymiz degan kishilar bilan ish qilolmaymiz. Hozir biz o'zgardik degan taqdirdami ular xalqqa apul so'rash kerak oldi bilan. Men xatolik qildim, men xatolik qilgandim, men xalqdan umumiy xalqdan apul so'rayman. Biz menda xatolik qildik. Apulimizni qabul qilinglar deb xalq qabul qilgandiki, undan keyin nima qilamiz? Ular bilan ish qila olamiz. Ammo yo'q, şu vaqt siyoset ashundati mandati deb o'taqsak bo'lmaydi. Sizlar Sharq Turkiston manfaatiga xizmat qilaman deydigensizlar, Uyg'urlarning manfaatiga xizmat qilaman deydigensizlar, o chet elniki, o sizlar pul berayotgan davlatniki yoki tashkilotlarniki nima deyishi qaramaysizlar. O chaqda sizlar şu tashkilotga va yoki shu davlatga xizmat qilgan bo'lib qolasizlar. Haqiqatan Sharq Turkistonga va yoki Uyg'ur millatiga xizmat qilgan bo'lsanglar, Uyg'ur millatininki va Sharq Turkiston xalqininki irodasini va manfaatini bosh tutasizlar. Shuning uchun hargiz Xitoyninki rezil atalg'isini ishlatmaysizlar. Hargizmi bizga biz mustaqillik qabul qilmaymiz, talab qilmaymiz, unda qilmaymiz, bunda qilmaymiz deb o'tamaysizlar. Bayroq ko'tarmaymiz deb o'tamaysizlar. O qiyğınanlar milliy manfaatimizga xiyonat deb qaraladi. Unda kishilar bilan biz xizmat qilolmaymiz. Unda kishilar bilanmi, bek yaqin insonlar bilanmi xizmat qilolmaymiz. Chunki bexatarlik masalasi muhim. Bizga nurg'un odam kerak emas, bizga sap insonlar kerak. Ish qila oladigan sodiq insonlar kerak. Millatga xiyonat qilmaydigan, vatanga xiyonat qilmaydigan, setilmaydigan insonlar kerak aziz qarindoshlar. Bo'lmasa biz 100 yilning yozi necha qitim setildik. Cumhuriyeti bor vaqtimizda mi setildik, Cumhuriyetdan keyin mi setildik. Buni tariximizni, o'zinglar 100 yillik tariximizni sal o'qib qarasanglar, bilasizlar nima qanchalik setilib ketganligimizni, o'zimizningki da'vo beshidik insonlar tarafidan. İşning asli yo'limi shunday qo'yish kerak endi. Sap odamlar bilan ish qilganda uning natijasi ko'ngil bo'ladi. Ammo afsus bizniki navbatdagi shu chet eldagi diasporadagi Sharq Turkistonliklarning hozirgi holatiga qaraganda siz degan prinsip bo'yicha ish qilsak masalan o kadar jiq qarindoshlarimizni o'zimizga qartamaydigan bir ahvol mavjud. Bu bir reallik. Chunki biz ko'rib turatimizki, boya siz degandek artistlar
Yani xamilyonda künde 5 vaqt özgürdiğen, birini qarasa, yoğun qalpaqlar var, bir yerde okugan, doktor, avukat, yana birimi deydiganlar, ularning maydoni nihoyat aniq, ular sulhchilar. Yani Xitoyni demokratiyalaştırmamız, Xitoyni azad qilamiz deydiganlar. Shu qatorda Uyg'urlarga inson haqlari akilimiz deydiganlar. Ama afsuski bizning xalqimiz kimning nima ish qilayotganligi emas, qaysi ishni kimning qilayotganligiga qarab chiqaroq baho beradigan, ham shunga qarab nishon tutadigan, agishadigan shunday odamlarga oz emasga. Bu bir reallik. Hamda asli sizning deganingiz bo'yicha haqiqatan sop insonlar bilan ish qilsa uning natijasi bo'ladi. 70 yillik oqmagan davoni oqqizg'ili bo'ladi. Ammo siz degan prinsip bo'yicha mansanglar hozirgi holatda ishning beshida yani u kadar ko'p odamni o'zinglarga qartamaslik ehtimoli bor. Bunga qanday qaraysiz? Muhimi xalqni qartish. O atalmış teşkilat reislerini veya ki davagarını qartish emas. Muhimi xalqni qartish. Bu yerda biz bexatarlikni eng boshda tutmasak, mayada bir kichikini xato qilib qo'ysak yana bugun xato qilsak biz bizning xatoligimizni 100 yildan keyin bizniki avlodlarimiz to'laydi. Xuddi biz bugun burunqi ajdodlarimizning xatoligini bedelini biz to'layapmiz. Ularni o'z vaqtida ashunda kishilar bilan o'ttag'anlik uchun ashunda kishilar bordi. Xuddi hozir bo'lgandek ularni o'z vaqtida bordi. Shular bilan o'tirib birlik ish qila oladiganligiga ishonib qiyğanlık üçün mana shu bugun qoldik aziz qarindoshlar. Aramizdagi iç Gomindangning bayrog'ini tutib Sharq Turkiston Jumhuriyatiga qarshi turayotganlarni reis deb olsak aziz qarindoshlar. Shuni aqsdi agessek bunda kun biz uchun haqliq bo'lmamdi. Bu tatiyotgan kunimiz biz uchun haq bo'lmamdi. Haqliq bir jazo bo'lmamdi biz uchun aziz qarindoshlar. Yani şununki şüprendileri şunun aşkan nevrlerinin ballarınınki ağısından ağışıp gidip yani 70 yılının yazı müstakillik davasımızını kılmay abdünomiya davası, kişilik hukuk davası dep alamanı kişilik hukuk sizlerge digin kemmemdi o. Allah'ınki alamanı sizinki kişilik hukuku dep özümüz bir ihtiyat kılışımız gerek. Biz aldanmaslıkımız gerek. Aldımaslıkımız gerek ve aldanmaslıkımız gerek aziz qarindoshlar. Düşmanımız o kadar yelger ki üzümüzü karışık kıldı. Bizninki akık günü bir sep koydu. Aç dadı balanı bir sep koydu. Ama bizni kutqızalaydıgan nime? Menfaat, devletninki menfaati, milletninki menfaati. Biz şunu emminin üstün köyge vakitte biz kutulamayız. Men mameniki dadamti, mameniki akamti, mameniki tukkanımti demey. Mameniki devletimti. Mameniki milletimti. Milletim, devletim olması milletim olmaydı, ailem olmaydı, başka narsam olmaydı. Şunun için ben devletim için, devletimni kuchliq tutuş için hizmet kılman degan iddiasini kallamızga nim qilgan chaqda ondan keyin biz g'alaba qila olamiz. Chin turishimiz kerak. Har qanday odamga ishonib kelsak, bir yujib kulib qo'ysa, ma rostken deb o'tasak biz yengilib qolamiz. Devletimiz veyran buludu ve muşunda günlük kalımız. Devletsizlikninki derdini 70 yılının yazı tatvatımız qarindoshlar. Şunun için biz nait sağlam insanlarga nim qilishimiz kerak. Axloqqa qarashimiz kerak. Atrofidagi odamlarga qarashimiz kerak. Qilgan so'z harakatlarga qarashimiz kerak. Masalan, Sharq Turkistonda mayli bir gapni qilsimi, ma Xitoylar X deydi o demey, men X'ten keldim desa, o bizning milliy menfaatimizga veya ki xalqimizga foydali inson emas ular. Hiç faydası kelmaydi. Ertesi kim pul bas şunun gapini qiladi. Agar pul elish uchun biz mustaqillik deyammidik, chunki pul bermaydi ekan desa, ular milletni setib etadigan insonlar. Xalqni, devletni setib etadigan insonlar. Keyin yana chimjiqroq pul bas şunun gapini qiladigan insonlar aziz qarindoshlar. Allohga shukr biz xalqninki
puli bilan mengyapmiz. Xalqninki berayotgan nimasi bilan mengyapmiz. Biz hech kimninki birsini pulini bir chet ellikninki yoki bir nimsiniki pulini paqqanimiz yo'q. Nurg'unlar pul beray deb kelib baqqani bor bizga. Mustaqillik demay turib qanda deb turinglar dedi. Yo'q, men xiyonat qilmayman xalqimga. Men xalqimninki az midilsaqmi, asti midilsaqmi men bu yo'limdan voz kechmayman. Men xalqimga xiyonat qilmayman. Degan vaqtda uningdan biz g'alaba qilamiz. Uningdan davlatlimi o'siliq pul beradiganlarmi, nimalimi, boshqalarmi, malniki milliy ruhi bakin, davlatlik ideyasi bakin malida. Malını qo'llasak, balkim bularning davlatini asli keltira oladi va biz bilan hamkorlasha oladi deb nim qila oladi. Ammo yo'q, biz sen nim desang shuni qilamiz. Mustaqillikqa qarshi tursang mayli, bizga yordam bersang, 3-4 tenge bersang, biz pullarni suyab o'tiramiz desak, uning ulumi bizni hurmatlamaydi va o'zimizmi millatimizningki davosiga, davlatimizning davosiga va xalqimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Shunda hozir endi bu pul uchun chiqayotganlar hali zamon bo'ldi, ko'nib qoldi, puldan ayrilqasi jinni baqamaydigan holatda. Endi hozir bir xalqimiz orasida talash tortishayotgan bir savol bor. Ya'ni hozirgi vaziyatdan qaraganda Xitoy gerçi nihoyatda kuchli, qudratli yalmog'izda ko'rinsimi, u beshini yeydigan oz qoldi. Hammamiz sezib turibmiz. Oz qoldi, ammo biz tayyorlik oldida emas. Masalan, deylik, ishni bir Xudo o'zi biladi. Ayni vaqtda Sovet ittifoqi bir kunda parchalanib, 10 davlat bo'lib ketgandek, Xitoy kommunistlarmi tuyuqsizlik beshini yeb parchalanib, ammo bizning vatanning ozodligi bir muhim tema bo'lib qolgan chog'da xalqarodagi cho'ng kuchlar, ya'ni mushu davlatlar ma bichar millat pek izlib ketdi, mushu Xitoy degan nejis bilan birga bu yashag'ashqa, bular mustaqil bo'lmag'icha qutlanmag'idek, mushu tuproq birsi strategik o'rni bek muhim. Ma xalqmo madaniyatli yaxshi xalqga mushularni bir mustaqillikka erishtirsak, bizga mo foyda, mush xalqmo qutuladi degan mangulikda Uyg'urlarning vakillarini izlashi mumkin. Chunki bu bir millat bilan hamkorlashish uchun u millatning vakillari bilan ko'rishadi oldi bilan. Sizcha kim bilan ko'rishadi? Chunki ba'zilar gurgur davron savatidagi dunyo bizni tanıydi, biz bilan ko'rishadi deydi. Sizcha ular kim bilan ko'rishadi? Chiqa buni kirityapti. Har tarafdagi odamlar bilan ko'rishyapti, har tarafdagi fikrlarini so'rayapti, javoblarini anglayapti. Ammo bular xalqimizga qarayapti. Xalq kimni nim qiladi, kimni rasmiy vakil qiladi bu xalqida. Shuningga ko'rsatyapti bular. Bular har qanday tashkilotlar bilan ko'rishaklik hozir. Ko'rishib kim qanday ko'z qarashi bor ekanda. Ammo bayam degandek ba'zilar shu, biz nim desang shuni qilamiz deydiganlar bor. Endi biz boshda biz xalq millatimizning manfaatini ustun tutamiz. Seninki manfaatingni albatta ko'z ilimiz va o'rtaq manfaatlarimiz qarab birlikda harakat qilamiz deyapman. Doimamisiga. Men kim bilan desam, Amerikaninki Sharq Turkistonning Amerikaning foyda keladiganligini va Amerika Sharq Turkistonning foyda keladiganligini o'rtaq deb. Ammo doim deyotganim men bizniki mustaqil davlatimiz bo'lmay boshqa qutulish yo'q bizga. Sog'mi boshqa qutulish yo'q. Bo'lib Amerikaliklar deyotganim Sharq Turkiston mustaqil bo'lmay turibsan, bu Xitoy balasidan qutulanmaysan. Agar Sharq Turkiston yana shu Xitoyning ichida qolsa, yana shu Sharq Turkiston asosiyatdan Xitoyniki nefit va energiya bosib bo'lgandan keyin Xitoy yana shu kuchlanib, yana san jimotishlik yana qarshi turdi. Ne kadar demokratiya bo'lib ketsa-mu, yana qarshi turdi deyapman. Amaliyot bu. Har davlatlar, har xalqlar o'zining manfaatini boshqa o'tirib qo'ydi. Ammo biz bu milliy manfaat degan ideyani texi singdirolmadik. Mayli tashkilotlar bo'lsin, mayli xalq bo'lsin. Masalan, Falastinliklar o'zining manfaati uchun bizga qari yo'q. Biz bilan qari yo'q. Xitoyninki 50 davlatning birisi Xitoyninki Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni qo'llab, lagerni qo'llab
imzo qo'ygan davlatning birisi Falastin. Pokistonmi shu. Agar Kashmir mustaqil bo'lgan bo'lsa, Kashmirmi shunday qiladi. Chunki ular o'zining manfaatini boshda o'tirib qo'ydi. Sizlar bilan bu meniki qarindishimti, bu meniki musulmon nimamti deb o'tamaydi. Biznimi ashunda ruhi bo'lgan chaqda biz qutula olamiz. Davlatimizni kuchlantira olamiz. Hammamiz ma menik akamti, ma menik tuqqanimti, o'ti, bo'ti demay. Men ma davlatim bo'lmasa akammi bo'lmaydi, tuqqanimmi bo'lmaydi, hech narsam bo'lmaydi degan ideya kelgan chaqda undan keyin biz qutulamiz. Shunda şoňlaşqa baýy siz bir noktada dep etdiňiz, bu döwlet menfaati kelgende hammadan menfaat tegemde tegmemde degende bek qaraydy. Amerika degan gaplarınız meselen sizler biz Şarkı Türkistanlıklarning azatlygyga yordam bermey turib Xitoydan qutlanmaysa. Çünki bu Amerikalıklar bolsun, Garipliklar bolsun uruş qilganda, meselen bir düşman bilan mayli qanday şekilde uruş qilsin, onun İşiriki düşmanlardan paylanışını oylaydı. Mesela hazır Xitay içinde bizden vatan şu Xitay'ın teritoriyası içinde Vesilangan zaman hala tuturdu. Şimdi belki hazır Uygurlar Xitay'a şu kadar üşüp gitti ki Uygurlar emez Kazak, Kırgız, Tatarmış, Türkiye milletler. Eğer azraqlı uçkun yenitli kalsa jenini alqını elip ben ülep kessem razı edip çıkıdığan milyonlarca insan var. Bizden Türk Hayırdaşlarımız da aşağıda yaşayatkan Türkiye milletlerden. Amerika bu şu ahvanı bilmem de azı bildi. Yaxşı bildi. Şuna bir çağda bir Xitay'niki generali bir yerde bir nutuk sözlep nutuk depti ki eğer Amerika şu nemini parçalamakçı olsa bizden Xitay'ni aldı bilen Şarkı Türkistan'da 300-400 ming şu Uygurni qurollandırdı. Şunun bilan bu şu kuch arqalıqlar bizni qo'g'lab chiqarib o'talaydi, o'zi moslashib Xitoy bilan. Degan bir nuqtani nima qildim? Ayat bir qeyrishimiz telefon qilibdi men apaqay. Alo? Assalomu alaykum. Salam. Ha, buldu sorum. Muhalefet partiyelerine kurulsa kuruldu, buldu mu şu partiyelerine kurulsa da devlette huzurunda yakımız devlette başkanı buldu. Bu başında bir partiye de bağlı şunun katta sosyal edildi. Anladınız mı Salih? Siz tekrarlap bergen bolsunuz. Ben tekrarlap berey. Bu qeyrindişimiz deydi, Bay Salih dedi. Bizge hazır partiye gerek emas dedi. Yani bu partiye bo'lmay turib qandaqsiga hukumat qurg'ul bo'ldi, qandaqsiga davlatni azod qilib bo'ldi deydi. Masalan Amerika partiya qurmay turib davlatni qurdi, davlat azod qildi. Turkiya Atatürkmi partiya qurmay turib davlat azod qildi. Nurg'un insonlar partiyani qurmay turib davlat azod qildi. Nurg'un xalqlar, davlatlar. Partiya kerak emas bu yerda. Birlam nishon kerak. Nişan. Amma xalqni o'rtaq akillaydigan bir nishon kerak. Mayli Musulmon partiyasi, Islom partiyasi bilan, mayli Demokrat partiyasi bilan, mayli Millatchi partiyasi bilan, hamma odamningki o'rtaq manfaati bo'lishi kerak. Partiyaga ayrilmaydigan. Chunki har bir ayrim partiyalar o'zining ayrim nishonlari bo'ldi. Islom partiya, islom nim qilamiz, A partiya mandaq qilamiz, Ma partiya mandaq qilamiz deydigan. Ammo hamma odamningki, umumiy xalqningki o'rtaqlasha oladigan nimasi nima? Mustaqillik. Mustaqillik. Hammamiz bu zaminning egisi, bizningki nishonimiz mustaqillik. Xolos. Partiyaniki ziyonlarini hozir davlatimiz bo'lmay turib biz partiya quramiz deb o'ttarsak, hozir raqobatlashib, bu yerda raqobat ishq ortiq raqobatli bo'lib, bu yerda bizningki nimada hozir hatto meniki Amerika maslahatchilarimdan birisini degandek, Salih sizlar partiya kerakmi emas, baribir sizlarning partiyasinglar bor. Amma bizningki nazarimizda necha tashkilotlaringlar bor, hammasi bizning nazarimizda shu partiyaga bilan o'xshash. Ammo partiya sizlarga ziyonli. Chunki sizlar xalqni bir yerga birlashtirishingiz kerak, bir nuqtaga, one common nimaga, bir o'rtaq nishonga nim qilishingiz kerak.
partiyaga bileversanlar, u uning gagishi, bu uning gagishi, bir-birisini hakimiyet talashib o'tirishlar. Partiyaniki asos nima shu? Hakimiyet talashib o'tirish. Sen meni saylasan, men sana manda hakimiyet ekilme, sen meni saylasan, sen manda hakimiyet ekilme deydigan. Bizga hozir unda majra kerak emas. Hozir bizga hammamiz birlikda mustaqillikni asli keltirimiz, devletimizni tiklaymiz, ondan keyin partiya qilamiz, martiya qilamiz, devletning ismini almashtiramiz, uni xalq belgilaydi. Yani hozir bir xil ko'z qarash va hozirgi holatimizda yani partiya qurish ortiqcha, chunki kuchni markazlashtirish kerak. Partiyalar odatda mustaqil davlatlarda o'zaro raqobatlashib, hukumat quradigan ishlarda raqobatlashadi, ammo bizning ahvolimiz o'xshamaydi. Hozir bizlarga tartib olingan davlatimizni qo'limizga qaytadan ilish, mustaqilligimizni qaytadan qo'lga ilish uchun kurash qilyapmiz. Shunga bizning kurash qilish nishonimiz, shaklimiz boshqacharoq bo'lishi kerak degan bir ko'z qarash bor. Siz demakki qo'shilasiz bu fikrga? Albatta, biz hozir partiya bizga ait ziyonliq birlik emas, bilib etinichiga. Hatto biliniglik bu baribir bizning diaspora communitiesimiz. Ammo ortiq bilinib ketdi. Ondan keyin bu yerda vatan xalq uchun xizmat qilmay, partiyalar bir-birisi bilan o'zining manfaatiga bir-birisiga qarshi raqobatlashib, o'zining manfaati uchun xizmat qiladi. Ama bu yerda bir savol tug'iladi. Endi partiyalar qurayotganlar bor, ko'ryapmiz. Burunmi bir partiya bor. 10 necha yil oldin qurilgan Uyg'uriston ozodlik tashkiloti degan bir tashkilot bo'lgan. Ular bir partiya shaklida o'tirg'i chiqqan. Ammo hozir bu sürgünlük hukumat ishini ichib etib, har xil aktiv kuchlarni hukumatga akirish, mushiyat so'z bo'lyotdi. Ammo shu partiya qurganlar sizcha salohiyati to'ssa bir partiya shaklida shu hukumatga kirish ehtimoli bormi? Partiya bizniki hukumatning qonunida unda hozir partiya to'g'riliq hech narsa yo'qken, ammo meningki tavsiyasim partiyaga qarshi turish. Chunki partiya bayt degandek raqobatlashindirdi. Bir-birisi qarshi harakat qiladi partiyalar. Milletni birlikka kelmaydi, milletni bir-birisi biladi. Xitoyga ala tomosha deb Xitoy kulib chavoq chabib o'tirdi. Bizning davosimiz yana aql suzilib ketdi. Tamam. Buning uchun o'z vaqtida Atatürk'e qarshi turgan partiyaga davlatini asli kelmay turib, Amerikaning tunji prezidentimi, masalan, bular birinchi Amerika mustaqillikni e'lon qilgan chog'da partiya yo'qdi. Hatto necha yildan keyin birinchi prezident chiqib ayqidi chiqib necha yildan keyin 80-yilda bular 89da mı xudoyim nima partiya qurgandi. Partiyaga bo'linib ketgandi. Ondan keyin ziddiyatlar bo'lib, bir yoqqa kelinmay xalqni qaymoq turib, millatninki, davlatninki manfaatini nima qilmay shu ziddiyatlar bo'ladi. Partiyaniki ziyni shu. Raqobatlashish. Tamam, qayrinishimiz yana telefon qilib qo'yasiz. Qayrinishimizga bu alo? Alo? Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Va alaykum assalom. Ben savol so'radim, agar imkondasangiz. Bo'pti, so'rang. Ben Salih Xo'jayev efendimga shuni so'rayman. Sharq Turkiston sürgün hükümetiga Salih Xo'jayev efendim qachon kirdi? Qachon bosh ministr yordamchisi bo'ldi? Qachon tashqi ishlar ministri bo'ldi? Qachon Amerikaning hukumatninki elchixonasi xodimi bo'ldi? Bu hukumatga uçup ayplan bilan kirdimi? Yoki bo'lmaydi normal sharoitda kirdimi? Mushta aniq bir javob bergan bo'lsa o'zi. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. 4-ayning 21 kuni 2019da shu Washingtonda o'tkazilgan Sharq Turkiston sürgün hukumatniki alayida yig'inida Sharq Turkiston sürgün hukumatniki 60 parlament a'zolaridan qatnashish 60 ga yaqin qatnashish bilan to'g'ri orqali va mushahadalar bilan meni shu sürgün hukumatniki Amerika vekili, yani elçisi deb tayinlagan. Keyin 7-ayning 26-simi yoki 6-ayning 26-si 2019da
tor orqali telekonferans orqali parlament meclisi açkan 60 kişiden 58'si meni şu baş minister yardımcısı bulap yardımcısı bulaşqa saylap diken. Şunun bilen onu men qabul qildim. Bu tashqi ishlar ministri degan nimasiga men undan xabarim yo'q. Men tashqi ishlar ministerlik nimasini qabul qilmagandim. Shunday gaplar bo'lgan, lekin dedim bu ortiq keladi, men boshqadan tepinglar deb shunday qilgan. Biz bu yerda kuch fikrmidi, xalqning parlament a'zolariniki qo'shilishi bilan ashuniki roziligi bilan kelgandim. Meniki nishonim shu. Turgin hükümetini tüztüş, güçlendiriş, dünyayı tunutuş, bulupmu Amerika'yı tunutuş ve halkımızga ümit beriş ve halkımızınki itiraf kılışıga ve kollaşıga erişiş. Meniki nişanım şu, güçlendiriş bilen tüzleş, retleş degandek. Rahmet. Hem de her adamın arka yapılış usulü buludu. Vakıyanın içimizden uçup kırdınız mı degen gepi sel taza özgüm yaraşmaya kaldı. Hem bu hükümet esimizde bolsun, bu hükümet hazırdağı işini içivetiş, halkının kollaşını kolga keltiriş baskıçıda. Meyli uçup kırsın, meyli ömürlep kırsın, hemisi 11. yılda bütün kalıpkını taşlap aşağıya bağlı vekillerniki sayılışıga tapşırılıdı. Yani Cumhurbaşkanlığından tatip parlament reisi, anadikin baş minister ve başkalarının hemini halk saylap çıkıldı. Bunu ötkenki programladım dedik, halkımız buna dikkat kılış gerek. Çünkü bu sökündük hükümetin arzusu halk tayiniş. Halk arasındaki aktiflerini etrafa toplap, anadikin bu hükümetini hakikaten namdaki hükümet aylandırış. Onda bağındakin biz hemmeyle eğer vatan söyler bolsak, hakiki vatan söyler bolsak, bu hükümetini kollaş, bunu güçlendiriş pozisyonu buluşumuz gerek. Hem Salih bayı bir neçe katım tılgap öttünüz, sizin etrafınızda ben dikkat kıldım, torbetinizin görüşümçe az bulmayan nihayeti güçlük mesleğetçileriniz var ki, Amerikalılardan ve Uygurlardan. Bularınki tercümanını okuğandaki ulanın nihayet yukarı seviyelik adamlar işgalligini görüp nihayet hoş buldum. Bolup olmuş Amerikalık dostlarımızdaki bizge yakından yardımda buluş süpütede istigide sizge mesleğetçi bulup işlevatkanlığını. Muşlarındaki kandak şekilde sizge yardım kıvatkanlığı ve nimelerini kıpıralaydıqanlığı doğrusunda kısaca bir uçur veri alamsınız? Bu asatçatın şu suallarımız bolsa, mesela biz şu asasen bula nimige sürgün hükümetlik maslahatçıları bolmagan diken şu bizniki Şarkı Türkistan Milli Uyg'unish hareketininki işlerge maslahat berdi. Mesela problem çıksa yoki bir savollar bolsa, mesela ma ötkende ma o nima halqi qattiq nima Qatardagi qolgan kishininki nimasi to'g'riliq ulama sal nurg'un yo'lmanganti ondan keyin ma o xalqimizga qanday qilsa qanday xalqni qanday uyg'otish kerak, xalqni qanday yo'lga boshlash kerak. Masalan, nima to'g'riliq maslahat berdi, men o'zim so'rgandim, men sürgün hükümetniki nimasi sirt, ammo men o'zim degandim, bizniki manda partiya nimani quraydi, bunga bu biz için faydalıqmı, ziyonliqmi, men buni bilanmidim desem, bir nechisi desen George Washington'niki, General George Washington'niki xo'shlish nutqini o'qi, ondan keyin sana Atatürk'niki nimasini o'qi, ondan keyin o'zing qaror ber dedi. Mayli deb uning tavsiyasini oldim. Ashunda maslahatchilik berdi, tunishadigan odamlar bilan, kurashadigan odamlar bilan tunishtirib qo'ydi, kurashtirib qo'ydi degandek. Bular masalan bevosita qo'l tiqib yordam qiladigan ishlarim bor. Masalan, bir yerlarga berib, sizning tashkilotingizga vakolatan leksiya so'zlaydigan, bir yerlar bilan ko'rishadigan ishlarni qilamdi. Ya, hamda bizning tashkilot nomi hamda
bizni teşkilat nomidan yo'liqli nutq so'zlab yoki nim qilmaydi, ammo bizningki deganlarimizni, masalan bizningki Sharq Turkiston mas'ul mandati mush to'g'rilik gap qiling, mush to'g'rilik nim qilinishi ma'qul deydi. Albatta bizning teşkilatimizni mo ba'zida manda teşkilat bor. Shuningga maslahatchilik qilyapman deb ataydigan yerlar bor. Ba'zida bizni ma'ning bilan kurash yoki men seni ma'ning bilan kurashtirman deb olib borib kurashtiradigan yerlarim bor. Endi biz zaman şahsen ben bu adamlarniki tercümanını ko'rgandagi nihoyatli saviyalik, kuchli odamdaki bularniki sizga yordam berishi menimcha nihoyatda muhim. Ham bizning da'voning sop ham sog'lom ham suhbatlik menimcha nihoyatda muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman. Endi Solih, siz shu da'vo sepida bayroq ko'tarib chiqqanning yog'i az bo'lmagan issiq so'roqlarni beshingizda o'tkazdingiz. Ko'rib turibmizki, dastlab har xil fikrlar bo'lgan, bu bola yosh, kichik, tajribasiz, ba'zi ishlarni xato qildi degandek az bo'lmagan fikrlar bo'lgan. Asta biz ko'rib turibmizki, sizmi shu cho'nglarning yetaklashi, o'zingizning tajribalarini yakunlashingiz ham o'rganishingiz shu da'vo ishlarini qilish jarayonida urilib so'qilib pishib yetilishingizni o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Shu jarayonda endi siz qattiq o'kingan, umidsizlangan vaqtlaringizmi bo'ldimi? Rost gapni qilsam bo'ldi. Ba'zida yomon nim qilib ketgan vaqtlar bor, eg'ir beshim bo'lsa yoki ba'zi ishlar atmay qolsa yoki nim qilmasa umidsinib ketadigan yerlarim bor, ammo yana doim o'zimni silkab nima qilaman, chunki umidsizlik bo'lmaydi biz uchun. Umidsizlik deydigan bir ish yo'q. Doim umid bilan ish qilishimiz kerak, qo'limizdan nima kelsa shuni qilishimiz kerak, voz kechmasligimiz kerak. Bu yerda g'albininki g'albilik insonlar, shu g'alba qildiganlar, shu doim tirishib turadiganlar, doim bir ish aqmisimi yana oldiga mingaveradiganlar. Sen umidsizlikni voz kechmaslik kerak. Voz kechsak bilinmaymiz, chunki hayot mayli maktabda bo'lsin, mayli nada bo'lsin, har kuni xushal kun emas. Har kuni yaxshilik chiqmaydi. Ammo albatta yaxshilik kunlarimiz bo'ldi, yomon kunlarimiz bo'ldi. Hayot tajriba shu mang'izsiri o'rganamiz. Xuddi bir kun maktabga borib, "Islam diplomimni ololmadim" deb maktabdan voz kechsak bo'lmaydi. Kitob o'qish kerak, kunda necha soat kitob o'qib, dars qilish kerak degandek, bir urug'ni chachqan vaqtida urug'ni chechib qo'yiblam, yog'i ko'mablam, bir suv qo'yiblam, o unmadi deb voz kechsak bo'lmaydi. Kunda suv qo'yishimiz kerak, issiq bo'lsin suv qo'yishimiz kerak. Kunda shunday suv qo'yib necha oy yetishtirishimiz kerak. Ondan keyin yaxshi bir meva chiqadi. Ondan keyin u mevani yeyalaymiz. Xuddi bizning davosimiz shu. Bugunlam aqmadi deb voz kechsak bo'lmaydi. Bir tusalg'i bo'lsa, "Ma tusalg'i bor ekan" deb aqmaydi ekan deb umidsizlanib ketsak bo'lmaydi. U tusalg'ini qanday bu tusalg'ini yo'qotib qanday davomlashimiz deb harakat qilishaverishimiz kerak. Biz shu davomli izchil harakat qilgan chog'da undan keyin harakatimizning harakati bo'ladi. Shu rahmat, to'g'ri dedingiz. Endi bir narsani sizga ta'kidlab qo'yishim kerak, Solih. Siz hozir Uyg'ur davosida, Sharq Turkiston davosida bir tarafga vakillik qilasiz. Nihoyatda muhim bir tarafga vakillik qilasiz. Mayli biling, mayli bilmang, sizni qo'llaydigan, sizdan zo'r umidlarni kutadigan millionlagan inson bor. Ishonsangiz. Shunga boyaq savolni so'rashimdagi sababmi sizga shu nuqtani bildirib qo'yish. Ya'ni sizning keyningizda millionlagan insonlar nihoyatda zo'r umid bilan sizga qarab o'tirdi. Demakchi, siz ham meni yetaklaysiz deganlik emas. Bizga da'vo sepida mushundaq davr bo'lg'uch bir yangi saviya bilan o'tirg'i chiqqan yosh jangovar
hammasi narsasini barlig'ini bu Sharq Turkistonga ataya oladigan sizga o'xshash yoshlarimiz bo'lmasa bo'lmaydi. Xalqning ehtiyoji bor. Shunga javobingizdan nihoyat mamnun bo'ldim. İradedan yenish ojiz odamning ishi, ümidsizlik shaytonning ishi. Shunga sizniki bu yo'lda qat'iy tavranmay yana alga menishingizni umid qilamiz. Chunki kayningizda boyaman degandek millionlagan inson bor. Buningga cheksiz ishonishingiz kerak. Bugun nihoyat bir yaxshi suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Sizning hozir holatingiz va Surgunlik hukumat bo'lsin va boshqa jihatlarda az bo'lmagan uchurlarni update qilib oldik. Oxirida endi xalqimizga deydigan yurak so'zlaringiz bo'lsa, shuni anglagandan keyin programmamizni oxirlashtirsak. Xalqimizga deydigan so'zlarimiz doim deyotgan lekin qarindoshlar bizniki birlam qutulish yo'limiz bor. U bo'lsa mustaqilligimizni aslo keltirishimiz kerak. Hammamiz milliy manfaat huquqini, milliy huquqni singdirishimiz kerak o'zimizga. Hammamiz o'zimizdan bir yarım saat vaqtimizni chiqarsak bu kunda, yarım saat bo'lmasa bir 15 minut vaqtimizni chiqarib bir kitob o'qayli. Mayli tariximizni o'qayli, mayli siyosiy kitobda bo'lsin, bir kitob o'qayli. Kitaplardan nurg'un bilim egilligin bo'ladi. Andan keyin o'zimizdan savol so'rayli. 5 minut vaqtimizni chiqarib, men bugun nima ish qildim, ati nima ish qilman, men xalqim uchun nima ish qila olayman deb o'zimizni kelishtirishimiz kerak. Andan keyin butun dunyodagi barliq tashkilotlarga, shaxslarga, politsiyalarga deydiganimiz mayli kishilik huquq da'vosi qiling, mayli avtonomiya da'vosi qiling, mayli mustaqillik da'vosi qiling. Hammalarni tunaydigan bir nuqta kelish kerak. O nuqta bo'lsa davlatimizning ismi Sharq Turkistonlik ekanligini va xalqimiz davlatimiz ishg'oliyat ostida ekanligini jakalashinglar kerak. Buni e'tirof qilishinglar kerak. Hargizmi eg'zinglardan Xitoyning yangi zamin degan atalg'isini ishlatmasliginglar kerak. O andan keyin shu xalqqa deydiganimiz bu xalqmi boradi. Mayli molla bo'ling, mayli ziyoli bo'ling, mayli tijoratchi bo'ling. Hammanglar o'z qulondan kelishicha xalqqa shu da'vosimizga, mustaqillik da'vosimizga kuch chiqarishinglar kerak. Yozalaydiganlar yozishinglar kerak, naqsh o'qiydiganlar naqsh o'qishinglar kerak. Hamda hozir naqsh o'qiydigan vaqt emas. Ammo uni buni o'qigandan yaxshi vatan millat deb o'qiganingni yaxshiroq deb qarayman. Resimsizdiganlar yana shu vatan uchun resimsizishinglar kerak. Puli borlar da'vo uchun mablag' solishinglar kerak. Chunki bu da'voga tajribali insonlar kerak va da'voga shiqlalaydigan Uyg'urlardan sirt chet elliklarni shiq solishimiz kerak. Biz ularga ma'ni qil deb uni ishlatishimiz kerak. Ba'zi tashkilotlar şu avtonomiya deydiganlar emas. Pul chimdi bo'lsa shuning gapini anglaydi bu Amerikaliklar shu. Pulni bersanglar agar yomon demayman desa, mustaqillikni qo'llaydigan Amerikaliklarni xizmat qilishimiz kerak va yoki chet elliklarni va shular orqali biz parlamentda, majlislarda bizningki da'vosimizni o'tirib qo'yishimiz kerak aziz qarindoshlar. Eng oxirgi deydiganim biz harakat qilishimiz kerak. Hong Kongliklarni ko'ryapmiz qarindoshlar. Necha millioni 3 oyning yo'li to'xtamay namoyish qilyapti. Biz jimjit bo'lib ketdik. Xuddi yaning tegishirib ketgandek. Necha million qarindoshlarimiz turmalarda, kamplarda, lagerlarda Xitoy bizni tamoman qiryapti hozir. Va buningga biz sukut qilib, bu shunda o'ttarsak hech bir davlatningki bizga yordam qilish notayin. Bizning ahvolimizni kuzatyapti hozir. Bu nima uchun bunda uxlaydi? Nima uchun qo'rqmaydi bular deb. Kim deganda biz hammangni bilaman ishinglar bor, bolalaringlar bor, o'qishinglar bor, aldirash. Ammo kim deganda bir shanba, yakshanba kuni o'z turishlik o'rinlarda bir ko'chada bo'lsa-mu,
birlikte bir 10-15 adam bolsanlarmı bir yer kelip namoyish qilib, xalq olamga tunishinglar kerak. Bu 21 asrdagi irqiy qirg'inchilikni va buniki birlam qutulish yo'li bor, u bo'lsa davlatimizni asli keltirish ekanligini bildirishinglar kerak aziz qarindoshlar. Bu bizningki insoniy burchimiz, milliy burchimiz va shu kamplardagi, turmalardagi o'layotgan qarindoshlarimizga qarindoshlik burchimiz. Rahmat Salih. İnşallah xalqimiz asosda uyg'onyapti. Gerçi uyg'onish yetarlik bo'lmasa-mu, hozir uyg'onmasak haqiqatan yo'qib ketadigan holatga keldik. Chunki ahvol bexatarlik. Shunga inshaalloh xalqimiz asosda uyg'ong'usi, ham sizlarga o'xshash mushtaq jangovarlarimizniki xalqimizni yetaklashi ve şundaq yurak so'zlaringlarni anlatishinglar bilan texim ko'p insonlar uyg'ong'usi ve dava işlerimiz günden günge canlanğusi. Ahırda sizden bugün vaqt ajırtib suhbatga qatnashib berganingizga ko'p rahmat ve sizniki teningizga salomatlik, turmushingizga, xotirjamlik, ishlaringizga texim zo'r qutuqlar tilaymiz. Xayr, Allohga omonat. Xo'shalloh, rahmat. Ahırda xeyrindoshlar, ben bir inimga alayda rahmet etmoqchi. O bo'lsa-mu İstanbul'daki sazende inlerimizden Yusufcan bilen Nurşat. İkisi men yakında dikkat qilgan bo'lsanglar, rahmetlik ustozim Abdul Ekim Baqi tugab ketgandan keyin biz o'ttir maktab vaqtlarimizda ustozlarimizga atab aytilgan bir naqshi bor. Shuni muqamlashtiramiz-mu aytgandim. Kayfiyatim bek nachardi o kuni. Bu inimiz o videoni ko'rgandan keyin aka bu naqshingizni anglab mening bir aytqim keldi deb, endi bu haqiqiy naqshchilar esa boshqacha shaklda chiqadi ekan. Programmamizni mana shu naqshni anglash bilan oxirlashtirsak. Xayr, Allohga omonat qarindoshlar. Ömrüm